Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 26-iyundan 3-iyul kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 28-iyunda Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim joylarida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Vaqti bilan 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq. Faqat 29 va 30-iyunda 18-23 daraja iliq. Kunduzi 26-27 kunlari va 3-iyulda 32-37 daraja iliq. 28-iyundan 2-iyulgacha 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 27 va 29-iyunda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 26-dan 29-iyungacha 22-27 daraja iliq. 30-iyundan 3-iyulgacha 20-25 daraja iliq. Kunduzi 26-dan 28-iyungacha 39-44 daraja issiq. 29-iyundan 3-iyulgacha 32-37 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 29-iyunda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq. Faqat 28 va 29-iyunda 22-27 daraja iliq. Kunduzi 26 va 27-iyunda 35-40 daraja issiq. 28-iyunda 37-42 daraja issiq. 29-iyundan 3-iyulgacha 32-37 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 27 va 29-iyunda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq. Kunduzi 26-dan 28-iyungacha 39-44 daraja issiq. 29-iyundan 3-iyulgacha 35-40 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Farg'ona hamda Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 3-iyulda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 33-38 daraja issiq. Faqat 27-dan 30-iyun kunlarigacha 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26-dan 28-iyungacha 25-30 daraja iliq. 29-iyundan 3-iyulgacha 22-27 daraja iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.